Assalomu alaykum, hurmatli tandir ishbozlari. Mana keyingi ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu ishimiz Shahrixonni Nayman mahallasida bo'lyapti. Ikkita o'choq, bitta tandirimiz. Birinchi o'chog'imiz 30 litrli qozon. Atrofida bemalol aylanish qilsa bo'ladi. Bu yerda mo'rimiz joylashgan. Mo'rimizni qurimi o'zi pastga tushadi. Bemalol o'rtaga kirib qozonni atrofida aylanish qilsa bo'ladigan holatda. Bu tomonimizda ham joyimiz bor mana. Bu yerda rabochiy zonamiz joylashgan. 180 sm. Buni taylardan ham bemalol foydalansa bo'ladi. Produktlar qo'yib. Bu yerda mo'rili tandirimiz joylashgan. Tutuni faqatgina mo'ridan chiqadigan. Bu yerga endi zonti o'rnatamiz. Tunikasi zakaz berib qo'yganmiz. Kimga shunaqa chiroyli zamonaviy ko'rinishdagi tandir o'choqlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Usta Mansurbek xizmatlarida pastda nomerlarimiz joylashgan. Aloqaga chiqaverasizlar.